هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Saba tefsiri 34. ayeti başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende diktanlığa İbn Kathir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi, Saba suresi 34. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Qaysi şəhərgi bolmasun, birər agahlandırıcı əvəzsəklə, onun dövlətmən adamları, şübhisiz ki, biz silənin peyğəmbərlikinlərini inkar qılımız, dedi. Ula yenə, bizning mallarımız və ballarımız ən köp, biz azablanmaymız, dedi. Aytqın ki, həqiqətən Rabbim kimning rizqini kən qilishni xalisa, onu kən qılıdı. Kimning rizqini tar qilishni xalisa, uni tar qiladi. Lekin kishilarning to'lisi buni uqmaydi. Mollaringlar va ballaringlar sizlarni bizga yaqinlashtirib olmaydi. Faqat iymon etgan va yaxshi amal qilganlarga qilgan amallari uchun assilab savob berildi. Ular jannatning esil uylarida her qandaq ko'ngilsizlikdan amin bo'lgan holda turdi. Bizning oyatlarimizga kuchining berichi qarish turganlar azobga duchor qilinguchilardir. Aytqinki, haqiqatan Rabbim qaysi bandisining rizqini keng qilishni xolisa, uni keng qiladi. Qaysi bandisining rizqini tar qilishni xolisa, uni tar qiladi. Allohning yo'lida bergan narsalarning o'rnini Allah to'ldirib berdi. O rızık bergicilerinin yaxşısıdır. Devletmen kişilerinin peygamberlerini inkar kılışı, ulanın mal dünya ve balı çakılları bilen pəxirlindığanlıq doğrusudur. Allah Teala bu ayetlerde Peygamber aleyhisselam'a təsəlli verip, özüdün burunqi peygamberlerini özüge ülgü kılışqı buyurdu. Ve onunla Allah Teala qaysi şəhərgi bolmasun birer peygamber əvətsizlər, onun dövlətmən adamları onu inkar qilganlığı, onunla aciz kişilərinin əgəşkənliyi haqqında xəbər verdi. Məsələn, Nuh aleyhisselamның qavmi onunla mundaq degan: "Ey Nuh, sana tövən təbiqidəki adamlar əgəşkən tursa, sana biz iman etamdık. Bizningce aramızdaki pes kişiler yengillik bilen sana ergeçken." Salih aleyhisselamның kavminin çoğunları ona mındaq dedi. Onun kavminin tekebbür çoğunları boza kılınganlığa, yani ulanın işideki müminlerge, sizler Salihni onun Rabbi tarafından əvətilgen peygamber de bilemsizler, dedi. Ula, biz onun peygamberliği elbette işinimiz, dedi. Eylik tekebburla, sizler işengenge biz hergiz işenmeyimiz, dedi. Allah Teala bu vaxtda yine mundaqdaydı. Ulanın Allah aramızdan hidayet kılış bilen inam kılgan kişiler muşulamu deyişleri üçün ulanı bir-biri bilen muşundaq sınadık. Yani pekir aciz kişilerini iman etkiliş bilen bay çoğun kişilerini sınadık. Allah şükür kılgıçılarını obdan bildi emas mı? Yani şükür kılgıçılarını Allah hidayet kılıdı. Heyli mikir işletişleri için Mekke'de Kureyş'nin çoğunlarını baş günahkar kılgınımızdek her bir şehir çoğunlarını baş günahkar kıldık. Birer şehir ahalisini halak kılmakçı bolsak, onundaki devletmen adamlarını bizge itaat kılışkı buyuruyumuz.
ular itoat qilmay, fisq fasod qiladi-da, ularga azobimiz tegishli bo'ladi. Shuning bilan ularni qo'rqinchli ravishda halok qilamiz. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Qaysi shaharga bo'lmasin biror ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar yoki elchi avassakla uning davlatman odamlari, ya'ni farovon turmushga, xizmatchilarga, boylikqa erishgan odamlari shubhisizki biz sizlarning payg'ambarliginglarni inkor qilamiz dedi. Ya'ni uningga ishonmaymiz va ergashmaymiz dedi. Qatada mundaq dedi. Bu oyatda kelgan davlatman odamlarning kishilarni yomonlikqa yetaklaydigan zo'migar boshliqlar ko'z tutildi. Bu oyatda kelgan davlatman odamlardan kishilarni yomonlikqa yetaklaydigan zo'migar boshliqlar ko'z tutildi. Alloh taolo payg'ambarlarni inkor qilgan davlatman odamlardan xabar berib mundaq deydi. Ular yana bizning mollarimiz va bollarimiz eng ko'p, biz azoblanmaymiz dedi. Ya'ni ular mollari va bollarining ko'p bo'lishi bilan ko'ranglab ketdi. U narsalarni Alloh taolaning o'zlarini yaxshi ko'rganligi va o'zlariga ko'ngil bo'lganligi uchun badi deb dalil qilib, navoda Alloh taolo o'zlarini oxiratda azoblamoqchi bo'lsa, dunyoda bu boylikni o'zlariga bermagan bo'ladi deb e'tiqod qildi. Ularning bu e'tiqodi haqiqatan to'limi yiroq edi. Subhanalloh. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ular bizning ularga mol-mulk va avlodlarni berganligimizni o'zlariga tiz yaxshilik qilganlik deb o'ylamdi. Hargiz undaq emas. Ular uqmaydi. Ularning mol-mulki va avlodi seni ajablantirmasin. Allah ularni bu dunyoda shu narsalar bilan azoblashni va ularning kafir beti jon uzishini iroda qildi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, men tenha yaratgan kishini, ya'ni Valid ibn Mughirani men qo'yib Onunğa nurg'un mal berdim. Onunğa ko'z oldida turadigan o'g'illarni berdim. Onun obro'yini o'stirdim. Ondan u ya'ni ko'p berishimni ta'ma qildi. Yo'q. Ya'ni uning xolig'ini bo'lmaydi. Chunki u bizning oyatlarimizga qarshi chiqdi. Onunğa qattiq azobimni tetitiman. U payg'ambar va Qur'on haqida o'ylandi. Qur'on to'g'riliq nima deyishni va qanday bo'hton qilishni planladi. G'olib va buyuk Alloh ana shu ikki bog' egisidan Sura Kahfida xabar berdi. U nurg'un boyliqqa, mevlik bog'larga va farzandlarga ega edi. Ondan bu boyliqlari hech narsaga asqatmadi. Balki u bu dunyoda oxiratga safar qilishdan burun bu boyliqlarning hammasidan quruq qoldi. Aytqinki, haqiqatan Rabbim kimning rizqini keng qilishni xolisa, uni keng qiladi. Kimning rizqini tar qilishni xolisa, uni tar qiladi. Ya'ni Alloh taolo boyliqni o'zi yoqtirgan odamga-mi, yoqtirmagan odamga-mi berdi. Alloh xohlagan odamni kambag'al qiladi, xohlagan odamni boy qiladi. Ani shundoq qilishdiki, to'liq va yetarlik hikmat, keskin va o'tkir pokit Alloh taologa xosdir. Lekin kishilarning to'lisi buni uqmaydi. La havla va la quvvata illa billah. Mollaringlar va ballaringlar sizlarni bizga yaqinlashtira olmaydi. Ya'ni bu bizning sizlarni yaxshi ko'radiganligimizning va sizlarga ko'ngil bo'ladiganligimizning dalili emas. Imom Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Shek shubhisizki Alloh taolo so'ylatinglarga va mollaringlarga qaramaydi. Lekin u faqat dillaringlarga va amallaringlarga qaraydi.
Bu hadisni imom Muslim va ibn Majah rivoyat qilgan. Faqat iymon etgan va yaxshi amal qilganlarga, ya'ni sizlarni bizga yaqinlashtiradigan narsa faqat iymon va yaxshi amal bo'lib, ularga qilgan amallari uchun hassilab savob berildi. Ya'ni ularga bir yaxshilik uchun 10 hassidan 700 hassigacha savob berildi. Subhanalloh. Ular jannatning esil uylarida, ya'ni jannatning oliy uylarida har qanday jafo mushaqqatdan, qiyin xatardan, ziyon zahmatdan va saqlanishga tegishlik har qanday ko'ngilsizlikdan amin bo'lgan holda turdi. İbn Abu Hatem Ali radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Shek shubhisiz ki cennette ishchida turib qarasa tish ko'rinadigan, teshida turib qarasa ishchi ko'rinadigan esil uylar bor. Bir Arabiy o uylar kimga berildi deb so'radi. Peygamber aleyhisselam yaxshi so'zlarni qilgan, och qolganlarga tamoq bergan, davomli ro'za tutgan, kechida kishilar uxlayotganda namoz o'qigan odamlarga berildi deb javob berdi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Bizning oyatlarimizga kuchining bericha qarshi turganlar, ya'ni kishilarni Alloh taolaning yo'lidan, uning payg'ambarligiga ergishishdan va oyatlariga ishonishdan to'sqanlar azobga duchor qilinguchilardir. Ya'ni ularning hammasi qiyomatda qilmishlariga yarasha jazoga tortildi. Aytqinki, haqiqatan Rabbim qaysi bandasining rizqini keng qilishni xolasa, uni keng qiladi. Qaysi bandasining rizqini tor qilishni xolasa, uni tor qiladi. Ya'ni hikmatga asosan Alloh taolo biriga nurg'un boylik berdi, ya'ni biriga bo'lsa oz berdi va uning rizqini intayin tor qildi. Shunda qilishdiki, hikmatni Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ularning ba'zisidan qandoq ustun qilganligimizga qaragan. Ahiret derecelerideki farq albatta texmi çoğdur ve üstünlük cihetdeki farq ziyade çoğdur. Yani dünyada ularning biri nihayeti kambag'al bo'lsa, yani biri nihayeti boy bo'lganiga o'xshash, ahiretde mu farqliq bo'ladi. Yani biri cennetning eng oliy darajalaridagi esil o'yladi bo'lsa, yani biri do'zaxning eng ostidagi qattiq azoblar ichida bo'ladi. Dünyadaki en pak kişiler Peygamber aleyhisselam süpetligen tüvendik kişilerdir. Peygamber aleyhisselam mundaq dedi. İslam'ını kabul kılgan kişi hakikaten baxtga erişidi ve ihtiyacı qarta rızık verildi. O Allah Teala ata kılgan narsiga qanoat qiladi. Bu hadisni İmam Muslim rivayet qilgan. La ilahe illallah. Allah'ın yolunda bergen nesanlarının ornini Allah toldurup berdi. Yani Allah Teala sizlarni buyurgan ve sizlarga yol koygan işte qanchalik narsani sarf qilsanglar, onun ornini Allah Teala sizlarga bu dünyada baylık beriş bilen, ahirette mukafat ve savab beriş bilen toldurup berdi. Bu vaqtda İmam Muslim Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Teala bendisiga: sen mening yo'limda boyliqingni sarf qilgin, men sana uning o'rnini to'ldirib berman deydi. İmam Muslim yana mundaq bir hadisni rivoyat qilgan. Bir kishiga har kuni ikki farishta hamroh bo'ladi. Ularning biri: ey Allah, Bexilning melini halak qilgin dese, yani biri: ey Allah, senin yolunda melin sarf qilgan kishiga uning melining o'rnini to'ldirib bergin deydi. Subhanalloh. İmam Tabarani Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Ey Bilal,
Allah'ın yolunda melingni sarf qilgin. Arshning egisi Allah'ın melingni aziltib etishidan qo'rqmagin. Arshning egisi Allah'ın melingni aziltib etishidan qo'rqmagin. O kunda Allah yani müşriklarning hammasini hisob olish uchun yig'di. Ondan farishtalarga bu kishilar sizlarga cho'qinganmidi deydi. Ular aytadi: "Sen paktursan, bizning do'stimiz ular emassan. Ular bizga cho'qinmaydi, balki jinga cho'qinadi. Ularning to'lisi jinga iymon keltiradi. Bugun sizlar bir-biringlarga foyda ziyon yetkazolmaysizlar. Biz Allohdan g'ayriga cho'qing'uchi zolimlarga sizlar chin tutmagan do'zax azobini tetinglar deymiz." Qiyomat kuni farishtalarning o'zlariga cho'qinganlardan ada juda bo'ladiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda mushriklarning ochiq tutib hasrat chekishi uchun xaloyiqlarning oldida ularga taptani qiladiganligidan xabar berdi. Alloh taolo farishtalardan mushriklar o'z gumonicha farishtalarning o'zlarini Alloh taologa yaqinlashtirishi uchun farishtalarning suratlari degan gumon bilan yasab olgan butlarga cho'qinganligi haqida so'rab mundaq deydi: "Bu kishilar sizlarga cho'qinganmidi? Ya'ni bu kishilarni o'zinglarga ibodat qilishga sizlar buyurganmi?" Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Mening bu bandilarimni sizlar azdirdinglarmi yo to'g'ri yo'ldan ular o'zlari azdimi?" deydi. Alloh taolo bu vaqtda Isa alayhissalomga degan so'zidan xabar berib mundaq deydi: "Sen kishilarga Allohni qo'yib men bilan onamni ikki iloh qilib olinglar dedingmi?" Isa aytdi: "Rabbim, sha'ningga loyiq emas narsalardan seni pok deb e'tiqod qilamanki, menga aytishga tegishli bo'lmagan so'zlarni men aytmayman." Farishtalarmu Alloh taoloning so'ziga javoban mundaq deydi: "Sen poktursan, ya'ni sen bilan boshqa bir ilohning bo'lishidan yuksak tursan va pok tursan. Bizning do'stimiz ular emassan, ya'ni biz sening bandilaring. Biz ulardan ado judamiz. Ular bizga cho'qinmaydi, balki jinga, ya'ni shaytonlarga cho'qinadi. Chunki shaytonlar butlarga ibodat qilishni ularga chiroyli ko'rsatdi va ularni ozdirdi. Ularning to'lisi jinga iymon keltirdi." Bu haqda buyuk va yuksak Alloh mundaq degan: "Ular, ya'ni mushriklar Allohni qo'yib, faqat o'zlari kishi nomlar bilan atib olgan butlarga ibodat qiladi. Faqat Allohning ibodatidan bosh tortgan shaytonga ibodat qiladi. Alloh shaytonni rahmatidan yiroq qiladi. Bugun sizlar bir-biringlarga foyda ziyon yetkazolmaysizlar. Ya'ni bugun sizlarga ig'irchiliklarda, kulpatlarda foydasi tegadi deb umid qilib ibodat qilgan sheriklaringlar va butlaringlar qilch foyda yetkazolmaydi. Bugun sizlar ig'irchiliklarda, kulpatlarda foydasi tegadi deb umid qilib ibodat qilgan sheriklaringlar ve butlaringlar qilcha foyda yetkazolmaydi. Ular bugun sizlarga foyda ziyon yetkazish imkoniyatiga hargiz ega emas. Biz Allohdan g'ayriga cho'qing'uchi zolimlarga, ya'ni mushriklarga sizlar chin tutmagan do'zax azobini tetinglar deymiz. Bu so'z ularga taptana ve malamet qilish yuzasidan deyildi. Elhamdülillah. Yuqorida Saba suresi tafsiridan 42. oyatgacha angladinglar.
oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.